Alo, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Menga qara, dazmolni yaxshimasan-ku. Kuni bo'yi uyda o'tirsang, shuni ham eplamaysan. Bo'ldi. Bundan keyin e'tibor beraman. Yaxshilab dazmollayman, xo'p? Kuni bilan uyda bekor o'tirasanmish. Kuni bilan 1 minutlik o'tirib dam olishga vaqtim yo'q-ku. Qachon erkaklar bizani tushunadi, ha? Hayronman. Zufar keldingmi? Ha, keldim. Mana oyi. Nima bu? Podyezdni tozaladim. 5000 so'm. Xonani yig'ishtirdim. 5000 so'm. Musorni chiqardim. 4000 so'm. Non olib kirdim. 2000 so'm. Uyga vazifasini bajardim. 3000 so'm. Singlimni darslariga yordam berdim. 5000 so'm. Hammasi bo'lib 24000 qarzsiz. 9 oy hamma azoblarga chidab, to'lg'oq azoblarini tatib, o'limimga ham rozi bo'lib, seni yorug' dunyoga keltirdim. Tekin, tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doim sen bilan birga bo'ldim. Tekin, seni yuvintirdim, doim ozoda tutdim. Kiyimlaringni yuvdim, tozaladim, dazmolladim. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim-kechak hammasini olib berdik. Ular ham tekin. Eng asosiysi u. Meni yurak to'la chin qalbimdan senga bo'lgan mehrim u ham tekin. Oyijon, hamma qarzlaringiz to'landi. Men sizni yaxshi ko'raman. Hayotda ishlar alomat, ko'ravergin bo'lib salomat. Sabr ila topgil saodat.